Pele o'limidan 24 soat oldin Ronaldo yoki Messi degan savolga ajoyib javob berib ketganligini bilarmidingiz? Yillar davomida bizlarni qiynab kelgan savol bu. Men mamnunman futbolning eng katta figuralarini stadiondan, televizordan tomosha qilganimdan. Ular futbolda yutish mumkin bo'lgan barcha jamoaviy va individual sovrinlarni qo'lga kiritishgan, ammo Messi har doim kuchli futbolchilar va kuchli terma jamoa safida to'p surgan. Ronaldo esa qaysi chempionatga bormasin, jamoasining yetakchisi bo'lgan. Agar Messi Portugaliya terma jamoasida o'ynaganida va Ronaldoning sarguzashtlarini boshidan o'tkazganida bunday natijalarga erishadimi yoki yo'q? Shunday ekan, mening tanlovim shubhasiz Cristiano Ronaldo. Ronaldo yaxshimi yoki Messi bilmadim-u, biz ushbu futbolchilarning qolgan o'yinlaridan zavq olishimiz kerak. Shunday emasmi?